Ko'chaga chiqishdan oldin boshingizni yuvib chiqmang, uxlashdan oldin boshingiz nam holatda yotmang deb aytishimizga qaramasdan, oxirgi paytlarda yuzi qiyshaysh bilan bemorlarning murojaati keskin oshib ketdi. Ayol kishi boshini yuvgan holatda kechqurun sochini quritmasdan uxlab qolgan, ertalab turib oynaga qaraydigan bo'lsa, yuzini yarmi qiyshayib qolgan. Buning asosiy sababi yuz nervining o'tkir nevropatiyasi hisoblanadi. Bu organizmda immun tizimi tushgan paytda viruslar organizmga hujum qiladi va o'tkir nerv yallig'lanish prosesini keltirib chiqaradi. Natijada yuzning yarmi ishlamay qoladi. Bu holat yuzaga kelgandan keyin darhol nevropatolog shifokorga murojaat qilish kerak. Birinchi 24 soatdan 72 soat ichida boshlangan to'g'ri, adekvat davo muolajalari sizda asoratlar paydo bo'lishini minimumga tushiradi yoki asoratlar bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Agarda davo muolajalari vaqtida boshlanmasa, bir umrga asoratlar qolib ketishi mumkin. Bu videoni sovuq ob-havoda ertalab boshini yuvib ko'chaga chiqib ketadiganlarga yuborib qo'ying. Agar siz o'zingizda yuz qiyshayish alomatlarini sezayotgan bo'lsangiz, albatta klinikamizga murojaat qiling. Manzilni opisaniyada qoldiramiz.